Yaratgan tomoshachilarim, xayrli kechmizmi? Bilsangiz nechuk sizni sizning bilan shu uchrashuvlarni sog'inib ketganini, ham endi bugunda zalni to'tirib kelganingiz uchun barig'izga da Alloh taolaning zo'r rahmati. Rahmat sizga. Hurmatli tomoshachilar, endi konsertimizni boshlashga bergancha aytasim kelar. Men ish aybirini yaratmayman. Birinchisi yalqovlilik, ikkinchisi oshig'irga ham oshiqtirganni yaratmayman. Amrangi tüp ishlikka kirgan aybir, u so'rov endi nishlab hamon ilanmading degan so'rov. Alida qarab turib qo'yib tomoshachilarim, hali birinchi chiqishimdan ko'zlari qisa-qisa mening barmoqdagi baldoqni ko'rmoqchi bo'lardi endi. Narsadir kuzatalaring. Mana shu yerda tomoshachilar ishida sirazu oshiqlik kirtasib kelgan konsert boshlanib, rohatlanib konsert qarorishi. Ko'z oldingizga keltirigiz, zo'r savdo o'zagida parkovkada o'rin zaversin. Hamida birinchi topgan o'ringa to'xtamagan bo'lib, ishga kirib ketasan. Eshik yonida yaqinroq biror o'rin bo'lar ali deb. Endi topdim degandagina birsi olada sening o'ringa kelib bosar. Ham sen tegi boshdagi birinchi o'rining bo'sh bo'lmasmikan deb kiriga aylanib qaytasan. U o'rinda olingan bo'ladi. Mana hurmatli tomoshachilar, endi men bu so'rovga yil boshida endi men hamanda parkovkada yuring deb ayta turgan edim. Hozir endi aytam, parkovkada da o'zimning o'rinimni topdim. Bu dunyoda har bir tiriklik egasi ul parli bo'lib yaratilgan. Mana o'g'achlar, o'simliklar, kishilar har birsida o'zidan so'ng nasl qoldirish uchun ular parli bo'ladi deyish. Parlilarga qarab turib, o'zina ko'ra bir rahat. Onlarga miya qolsa, saqlab ishga qarab bo'lmaydir. Sahnada da ijodiy parlar g'oyat ko'p. Masalan, Zaynab opaning Zufari bor. Javit abining Zulfi opasi bor. Salovat abining Firzari bor. Mening de o'zimning ijoddoshim bor, hurmatli tomoshachilar. Sahna turga chaqirasim bilan barchamiz sahnada Aliya Karachurina. Meskan xayrli kun. Bek rahmat. Xaniyat aka xayrli kunlardan o'zimda bek yaratib o'zgartirmoqchi.